Assalomu alaykum. Biz online.mirjahon.uz saytini ko'rib chiqyapmiz. Turagentlar uchun mo'ljallangan sayt. Xo'p, bu saytda biz oldingi roliklarimizda qanday ro'yxatdan o'tish, qanday bron qilish, qanday kerakli hujjatlarni chiqarib olish, qanday to'lov qilishlarni ko'rib chiqdik. Endi hozirgisi bron qilgan bronimizni mijoz bilan bizni korxonani, ya'ni sizni korxonangiz o'rtasidagi shartnomasini chiqaramiz. Misol uchun buyurtmalarimga kirasiz. Chunki siz bron qilib bo'ldingiz, klient bilan kelishdingiz, bron qilib bo'ldingiz. Bron qilib bo'lganingizdan keyin buyurtmalarimga kirganingizda hamma bronlaringiz ko'rinib turadi. Shu yerda chiqarish degan knopkani bosasiz, ya'ni bronning ustiga kelib turib chiqarish degan knopkani bosasiz. Mijoz familiya ismini kiritishingiz kerak. Qolgan betdagi hamma ma'lumot sizni korxonangiz ma'lumoti bo'ladi. Hozir men o'zim login parolim bilan kirganligim uchun mana bizni korxonani ma'lumot turibdi. Va eng pastda ham hisob raqamlarida ham sizniki ko'rinadi. O'zingiz korxonangizga ko'rinadi. Ba'zi paytda sayohatchi boshqa, lekin siz bilan shartnoma qilib, sizga pul to'lagani, siz bilan kelishgan odam boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu qilingan mijoz ma'lumotini tahrirlashni bosasiz. Telefondanmi, kompyuterdanmi turib. Misol uchun, hop, Aliyev Rahmat degan odam keldi. Shartnomaning summasi 20 million bo'ldi. U dollarda qancha bo'lishidan qat'iy nazar baribir so'mda yozasiz. So'mda yoki dollarda qilgis kelsa, pожалуйста, dollarda yozing. Hozir so'mda yozyapmiz va qachon pulni to'lash kerak. U faqat bu siz uchun xolos, siz bilan mijoz o'rtasida xolos. Bu biz tarafga hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Shunda hozir mijoz ismini, summalarni kiritganingizda maytlar o'zgaradi. Klient ketib qolgan bo'lsa ham, buni kiritib qo'yib, summasini yozib, bu turist qayerga ketayotganini yoziladi. Avtomatik tarzda chiqadi. Keyin eng pastda o'zbekcha tuzilgan shartnoma. Shartnomaning yaxshi tomoni, ya'ni siz bilan shartnoma qilgan odam turist emas, siz bilan shartnoma qilgan odam, siz bilan kelishgan odam bilan tuzasiz. Hamma turistlar, nechta turist ko'rsatgan bo'lsa, hammasi ko'rinadi shu yerda. Bu boshqa. Va xohlasangiz turist yoningizda bo'lsa, o'qib ko'rishga berishingiz mumkin. Bu yerda hamma narsa yoziladi. Qayerga ketyapti, qachon borib, qachon kelishadi, qaysi mehmonxona, nechta xona, necha mahal ovqat, qanaqa xona, hammasi yozilgan bo'ladi. Chiqarishni bosib, printerdan chiqarib olishingiz mumkin. Yoki PDF qilib saqlab yuborib olishingiz mumkin klientga. Yoki buni tahrirlab bo'lganingizdan keyin ortga bosib turib, aynan o'sha shartnomaning ustiga kelib, to'lov linkini bosib, imzolash linkini bosib, kechirasiz. Imzolash linkini bosib, klient Telegramga yuborsangiz, klient Telegramning ustiga bossa, unda mana shartnoma chiqib keladi. Telefonda turgan holatda, xolasi o'qib chiqsin, xolamasi o'qimasin. Siz endi og'zaki shartlarni tushuntirib qo'ysangiz ham bo'ladi, что возврата, невозвратный, pulni qachon to'lashingiz kerak, qayerga ketayotganligini tushuntirib qo'ysangiz bo'ladi. Klient o'zi ko'rib chiqib eng pastdagi imzo degan joyga o'zi qo'lida, telefonida imzo qo'yib qo'ysa bo'ladi. Imzo qo'yadi va tasdiqlashni bosadi. Imzolashga rozimisiz? Ha, roziman. Bo'ldi. Elektron tarzda sizning shartnomangiz tayyor bo'ldi. Klientga nima deydi? Nimasi shart bas klientga kelib sizni imzo qo'yish shart emas. Mana sizda maytda bossangiz, yana chiqarishda bossangiz, sizda xohlagan paytingiz shu imzo, mana bitta imzo va ikkita imzo turadi. Postoyanni qachon xohlasangiz chiqarib qo'ying. Bu ham bitta turagentlarda avtomatlashtirilgan shartnomasi tayyori. Foydali bo'ladi, xudo xolasa. Undan keyin bizga bemalol to'lov qilsangiz bo'ladi. Bron qilib bo'lgandan keyin.